Shu Jo'xa ham 100-qishloqda yomon ko'p qolib ketdi-da. Bizni qishloqqa kelmay ham qo'ydi. Kelgan bir yaxshilab ishlatib olardim. Ishlar to'lib ketgan. Qachon kelarkan endi bu? Shu qishloqqa ozgina qolgan joyga buzilib qolishing shartmi sen mashina? Seni shu musurkaga tashlab yuboramanmi deyman-da, lekin tashlay olmayman chunki seni arendaga olganman. Eganga nima deyman sani mana endi pulni qimmat to'laymanmi deyman-da. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va orqamda qanaqadir urug' turibdi. Buni yo'qotishni zo'r yo'llik deyman. Bunaqa qilsak o'zi yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Bu texnologiya deylar. Короче, jigarlar kanalga obuna bo'linglar chunki sizlar meni yangi kanalimdasizlar, albatta videoga like ham bosinglar. Короче, yana nima deyishim mumkin? Bo'ldi, shu sizlardan so'rayotgan narsam shu. Bugun men aytgan 97-qishloqqa mehmondorchilikka keldim. Bilasizlar, 100-qishloqda yashab yurgandim. Endi esa astagina uyga qarab boramiz. O, mashinam yurib ketdi, kakras yurmay turganda. Demak, urib gapirib turish kerak ekan mashinani. Yurmaysan, yomonsan, короче, buzuqsan, tittiqsan deb shunaqa qilib tanbeh berib tursak, yurar ekan normali. Ko'ryapsizlar? Lekin juda ham sekin yurayotgan bo'lib qoptimi? Oldin tezroq yurardik. Xo'sh, obbo, nimaga bu? Ne normalli bu mashina, buni qaranglar. Burilishni bossam, nima bunaqa qilaveradi bu? Voy, garang mashina. Bo'ldi, всё, shu yerda tura qolsin mayli. Yana ozroq haydayotgan bo'lsam, boru asabimni ham buzib tashlaydi. Mashinani o'zi ham buzilib ketadi. Men asabim chiqqandan keyin buni buzib tashlayman-da. Voy, jetellar, qandaysanlar? Yaxshimisanlar? Hali ham shu qilg'ing tashlamadingmi? Yana polizimga ko'tal aytirib o'tiribsanlarmi? 100-qishloqdagidek qilib bormasam bo'lmaydi. Yo'q, bu polizda. Men qarang, jetel qolaysiz, zo'rmisiz, tinchmisiz? Nima qolaysiz deysanmi? Qalaysiz demoqchi edim. Yo, sen qolaysiz deding. Kechiring, endi bir marta adashdim. Shu nima qiziq bor sizga? Qolaysiz dedim nima, qalaysiz dedim nima. Endi seni mashmasha qilishga yangi so'z topdim. Qolaysiz, Jo'xa? Voy, asabimga tegmang bratan. Yoshingiz katta bo'lmasa, mana bu yerda hozir yomon ahvol bo'lishi mumkin edi. Nima bo'lardi, ha? Qolaysan, Jo'xa, qolaysan. Asabimni buzdingizda borsiz ham. Xo'sh, mayli. O'zi ko'p gapirsam, mana shunaqa tutilib qolish yoki noto'g'ri gap aytib qo'yish odatim bor. Mayli, hozir polizimni zingillatib tez yig'ishtirib olamanda, keyin janob merni yoniga o'taman. Aniq menga nimadir ishlar tayyorlab qo'ygan 100%, chunki doim kelgan vaqtim 97-qishloqda ham xuddi shu holat bo'ladi, 100-qishloqda ham shu holat bo'ladi. Keyin nechinchi qishloqda yashardim yana? 13-qishloqda ham shu holat bo'ladi. Yaqinda, короче, bilasizlar nima bo'ladi? Merdi to'yi bo'ladi, balki bugun, balki ertaga. Короче, qachon bo'lishini bilmayman. Asosiy kanalimda video chiqadi. Menimcha shu bugun bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi videoni qachon olganimni bilmadim. Bu video ancha oldin olingan, shuning uchun hisob-kitob qilib ko'rasizlar. Xullas, kirib ko'ringlar. Jo'xa 75 degan asosiy kanalim bor. 10 mingta obunachisi bor. Nimaga o'sha 10 mingta bilasizlarmi? Sizlar obuna bo'lmay ko'ryapsizlar o kanalda. Obuna bo'lsanglar agar o kanalda hozir balki 100 mingta, balki 120 mingta, balki millionta ham obunachi bo'lishimiz mumkin edi. Lekin sizlar obuna bo'lmay ko'ryapsizlar. Bu uchun sizlarni nima deb so'ksam, nima deb gapirsam, nima desam bo'ladi xullas. O'zingizlar yozinglar. Men o'zingizlarning aytganinglarni qilaman baribir. Tak, ana endi janob Merdiyoniga boraylikchi, qanaqa ishlar tayyor turibdi ekan bizga. Xo'sh, eshiklarni yopamiz. Adashmasam, svet hali ham o'chirilmagan, ketganimdan beri yoqilgan turibdi. Hatta uyim dahshat bor, 2 qavatli, prosta go'zal. Oldida poliz va вообще. Xullas, mer nima ish buyurishini hozir bilamiz birgalikda. So'raymiz albatta. Tak, voy, nima bo'ldi? Assalomu alaykum janob mer. O, va alaykum, Jo'xa, kakras sen kerakding. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi, rahmat. Nima, har doimgidek menga ish tayyorlab qo'ydingizmi? Ha, xuddi shunday. Kakras bitta udar ish bor senga. Qanaqa udar? Bilasan, seni uying 2 qavat. Ha, bilaman. O'zim uyim bo'lgandan keyin bilmayman, mana ko'rinib turibdi shu yerdan. Ha, o'shanga meni ham uyimni 2 qavat qilish kerak-da. Nima, sig'mayapsiz bir qavatiga? Ha, sig'mayapman, o'sha uchun aytyapman-da, 2 qavat qilib ber deb. Shu zarurmidi sizga? Nima kerak? Bir qavatda tinchgina yashasangiz bo'lmaydimi? Nima qilasiz 2 qavat qilib? Endi, to'g'risi, sizlarni 100-qishloqdagi men uylanayotgan ekan-ku. Ha, uylanyapti. Balki men ham uylanib qolarman, o'shanga xotiram uchun ham bitta uy qilib qo'ying deyapman-da. Ha, to'g'ri. Mayli, undan men qayerdan qurishni boshlayman? 2-chi qavat deganimdan keyin uyimni tomidan qurasan-da, tentak. Ha, to'g'ri aytasiz. Lekin o'zimni uyimdagidek qila olmayman, chunki unga juda ham ko'p vaqt va juda ham ko'p narsa ketgan. Mayli, qanday qilib bo'lsa ham 2-chi qavat qilsang bo'ldi. Ha, mayli. Qara, hozir xonamga kirsang, sandiqda pul bilan yana nimadir turibdi, narvon turibdi. O'shani ikkalasidan foydalansa, pulni olasan-da, borib ana zakaz olib kelib beradigan bratanga berib, narsa zakaz qildirasiz uyning ichiga. Bo'pti, bratam, aytganingizni qilaman doimgidek, chunki o'zi 1 kun, 2 kun turaman, keyin ketib boraman bu yerdan. Keyin ishlarni o'zingiz qilib yotasiz. Nimaga 1 kundan keyin ketsan? Aytibman-ku, janob mer to'yi bo'ladi o'shanga. Gapimni oxirigacha yetkazmay chizib yubordim merdi. Nima qilganim bu? Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa. Qarashtak, mana bu sizga bitta, tak to'xtang.
Mana 2 ta, mana u esa 3 ta. Bu pullarni olingda menga janob mer uchun uy quryapman, o'shaning ichidagi narsalarni olib keltirib bering. Bo'pti. Siz qishloqcha gapirishni bilasizmi? Bilaman, tilim ketib qoldi, uzr. Bo'pti, mayli unda. Olib keltirib qo'ying, keyin kelib olaman. Mayli. Tak, ana endi borib resurslarni va asbob uskunalarni olib kelish kerak. Qaranglar, короче, mana shu yerdan shuni qo'yib chiqamiz tepaga qaratib. Okey, mana endi borib uyimdan tak, nima edi? Tapor bilan kirka bilan belkurak top kelishim shartmas, chunki yer kovlanmaydi. Faqat tapor bilan kirkani o'zi yetadi bizga. Xo'sh, tapor va kirka bo'ldi, всё. Qolgani kerak emas bizga. Hozir daraxt bilan tosh olib kelaman borib, o'rmon bilan shaxtadan. Keyin o'sha narsalar yordamida janob merdi uyini tako qilib qurishni boshlaymiz. Menimcha janob merdi uyi qishloqda bitta uy bo'ladi, chunki o'zi hamma uy bitta uy. Qandaysiga bitta uy, ikkita uy bo'lishi mumkin. U aqlga sig'maydigan narsa. Xo'sh, tak o'zi daraxt olib bormasam ham bo'lardi, chunki o'zi janob merdi uyini tepasida qancha resurs bor, o'shalardan foydalansam ham ancha vaqt yetardi. Lekin nayloj, endi olib borishimizga ham to'g'ri keladi. Tak. Okey, tosh olamiz endi. Menimcha yetardi daraxtlar. Xo'sh. Ana endi toshlarni olishni boshlaymiz. Nechta tosh olsam yetarkina? Menimcha ko'p olishim shart emas. Aytdim-ku, ikkinchi qavatni o'zi qurishim uchun tom qismidagi resurslardan foydalansam ham bo'ladi. Atak yetmay qolishi mumkin bo'lgan vaziyatlar uchun olib bormoqchiman. Tak, bu yerdan bitta olsak, okey. Yana bir ikkita olayda. 16 ta bo'ladi, yetadi. Ko'p olib olsak ham bo'lmay qolishi ham mumkin. Nimaga ko'p bo'lmaydi? Ko'p yaxshi-ku desanglar agar. Bilmadim, endi shunaqa kamroq olgim keldi. Tak, ikkinchi qavatga chiqamiz. Tosh ekan, kirkani olaylik qo'lga. Tak, o'tiramiz deb bir chekkasidan sindirishni boshlaymiz. Obbo, narvonga o'tirib sindirish juda ham sekin. Bu ish sifatini anchagina pasaytirib tashlaydi. Tak, bo'ldi, normalniy. Ana endi bu yerdan toshlarni olib chiqamiz hammasini. Tak, oxirigacha. Xo'sh, oxirigacha emas-ku ya. Voy! Oyog'im, yaxshim kravat ustiga tushdim. Ko'rdinglarmi? Omadni ko'ryapsizlarmi? Kravat ustiga tushadimi odam kep-kep? Ha? Ko'ryapsizlarmi? Bratan, kechirasiz. Bo'pti, men ishimni davom ettiray. Qayerdan tushding? Tomizdan tushib ketdim. Mayli. Короче, ko'rdinglarmi? Вообще takoy omadli bo'lib qoldim. O'zim borib kravat ustiga tushib qoldim. Ko'rdinglarmi? Tak, qaranglar, mana bu yerdan bir qator daraxtlarni olib chiqishimizga ham to'g'ri keladi. Tak. Xo'sh, qanday qilsak bo'ladi? Bir qator qo'ysak agar juda ham kichkina bo'lib qolmasmikan? Yo'q, bu yerda qaytarib qo'yar ekanmiz, chunki iloj yo'q-da. Agar u tomni usti keyin narigi tom kichkina bo'lib qoladi. Narigi tomni kattaroq qilishimiz kerak. O'shaning uchun u tomonga o'tishimiz shart emas deb o'ylayapman. Xo'sh, bu tomonni oxirigacha olib borishimiz kerak, lekin qayer oxiri bo'lishini bilmadim. Mana shu yer ekan oxiri. Qaytarib qo'yib qo'yamiz. Xo'p, ana endi bu tomonga qarab yurish qilamiz. Okey, o'rtada tak 4 ta 8 ta tosh qoldi. 8 tani ham olsak, uydichada biroz kichkina bo'lib qolyapti, lekin mana bu yerdan ham 2 qator tosh olsak, lekin kattalashadi. Kravatni как раз mana shunday joyga qo'ysak, uxlashda merda bosh tegmaydi. Tak, ana endi bizga zina deb mana ana kerak eshik bilan, короче, ana kerak eshik bilan nima edi? Eshik bilan deraza kerak. Borib hozir uyimdan yasab kelaman. Uyimdan yasab kelaman. Okey, yaxshi. Bizda verstak bor edi, har doimgidek sandig'imning ustida turibdi. Endi hammasini taxtaga aylantiramiz. Taxtadan bitta eshik. Xo'sh, qolganiga deraza nechta berar ekan? Bitta berishda, ikkita berar ekan. Ikkita olaymi? Yetadi, ikkita mayli. Ko'p o'zi kerak bo'lmaydi ham. Xo'sh, hozir buni joylashtirib turib, keyin ana bratanga zakaz qilgan narsalarimni olib kelib, janob merdiga qo'yamiz. Menimcha deraza kam olib keldim-ku. Yana olib kelaymikan borib? Yo'q, yaxshisi oynadan foydalanish kerak, lekin oyna yo'q-da bizda. Tak, eshikni qo'yamiz, ochamiz. Juda ham dahshat takoy bo'ldi. Ana endi derazalarni mana shu yerdan bittasini qo'ysak, ikkinchisini yonidan qo'yaymi? Mayli, yonidan qo'yamiz ikkinchisini. Okey. Yo'q, yemadi. Bu yemadi, to'xta. Olamiz. Okey. Endi buni boshqachasiga qo'yish kerak. Qaranglar. Hozir tepaga bir amallab chiqib olishim kerak. Bittasini sindirib turamiz paka bu yerdan. Okey. Hozir ko'rasizlar qanday qo'yishimni. Bunaqa, tak bunaqa va buni qo'limga arqonsin. Tezroq olin. Okey. Bunaqa qo'y. Okey, qo'yildi. Endi zinalarni joyiga qaytarib qo'yamiz. Mana. Bunaqa. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi texnologiyani umringlarda qilib ko'rmagansizlar. Tak, endi mana o'zini ustiga bir amallab tushsam, okey, tushdim va cho'tka hammasi. Ana endi xo'sh, nima qoldi?
Menimcha hammasi cho'tka. Endi borib zakaz qilingan narsalarni olib kelib turib o'rnatib bersam bo'ldi. Juda ham zo'r uy bo'ldi, lekin menga yoqdi. Agar mer menga sotganga men uyini olib qolishi ham mumkin, olib qolishim ham mumkin edi. Janob, olib keldingizmi buyurtma qilgan narsalarimni? Ha, olib keldim, idishimdan ola qol. Aha, tak. Ya bo'ldi, shular 300 tak dollarmi? Ha, qimmat narsalar. Ha, bo'pti, rahmat biratam. Yaxshi, qimmat bo'lsa endi nayloj olmasak bo'lmaydi. Narxiga talashib o'tirishni keragi yo'q. Uje kech tuyapti. Bitta ish qilganimcha kech. Ha, mana bu yerga qo'yib yuboribman ekan. Qayerga qo'yib yubordim deb xavotirlanib qoldim. Ko'rdinglarmi? O'zidan o'zi qo'yilib ketdi-da. Xo'sh, okey, yaxshi, okey. Derazani ochib qo'ysak ham bo'ladi mana. Toza havo, tanga davo deganlardek toza havo kirib turadi. Tak, kravat berib qo'yamiz. Chunki nimaga bilasizlarmi? Turgan vaqt bosh manaviga tegmasligi kerak. O'sha joy ochiqligi uchun o'sha joyga qo'yib qo'ydim. Tak, buni bu yerga qo'yamiz. Buni bu yerga qo'yamiz. Yo'q, bu yerga qo'ymas ekanmiz. Olamiz bu yerdan. Bu yerga mana buni qo'yib yoqib qo'yamiz. Takoy. Bundan takoy bo'lmaydi. Buni esa qayerga qo'ysak bo'ladi? Xo'sh. Hop. Mayli, mana shu yerda tura qolsin bu. Bu yerga stolni qo'yamiz va stulni mana bu tomonga zina tomonga qo'ysak, keyin o'tirib turgan vaqt bosh tegmaydimi yo tegmas ekan. O'tirib turib, toza havoga qarab, notebookni qo'yib ishlab, derazani yopib qo'yib, yana ochib qo'yib, xolis yopib qo'yib, xolis ochib qo'yib. Короче, bu uy bor-ku, bunaqa sharoit hech qayerda yo'q, to'g'risini aytaman. Bunaqa sharoitni topish qiyin. Merga ham aytay, короче, tugatdim deydi ishni. Voh, oyog'im. Men navbatim nechi? Sizning navbatingiz 19. Iltimos 5 minut kuting. Ha, nima sizlar 5 minutlik ish bormi ichkarida? Ha, shunaqa. Zarur bo'lsa kirib chiqmaylik, Shohay, men navbatimni beraman senga. Rahmat, boringizga shukur, bilan qochib turinglar endi. Tak, janob mer, ishimni tugatdim. Ha, yaxshi, ko'rdim, zo'r chiqibdi. Qanday siz ko'rdingiz? Ha, ko'rdim-da, sening nima ishing bor? Ha, bo'pti, unda men ketsam bo'ladimi endi? Ha, buguncha damin ol, ertaga yana birorta ish chiqib qolsa aytaman. Ha, bo'pti, mayli. Tak, nimadir ish chiqib qolsa aytaman deydi. Doimgidek nimadir ish chiqib qoladi, aniq yana. Lekin qaranglar, boru bunaqa uyni menimcha hech kim hech qayerda qurmagan. U daryo chiqdi, boru mana bu yerda derazasi qanday ko'rinadi. Voy, bu yerdan ko'rib bo'lmas ekan. Qayerdandir borib ko'rsam, men qanaqa chiqqanini ko'rishim kerak-da. Qanday chiqdi ekan? Hozir buni ko'rish uchun mana uyning ikkinchi qavatiga chiqish kerak. Kechirasiz, profilaktika ishlari olib boryapmiz. Va dahshat boru. Короче, jigarlar, kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.